Salom do'stlar, sizlar bilan yana men Bet.uz. Bugungi videoda bir blokdan 100 blokgacha water drop qilamiz. Qani bo'lmasam kettu. Birinchi bo'lib bloklarni olamiz. Va albatta suvlar. Öldü. Ve albatta vijvanaga o'tib olamiz. Tezroq bo'lsa tezroq o'tib oladi. Vijvan yog'dim. Ve albatta birinchi bir tepaga chiqib olamiz. Önce şu yer bo'lsa kerak. Yo'q, nima bilan qilamiz? O'lsa qayta tirilib narsalarni olib boshdan qilaveramiz. To shu bloklarni tugaguncha blokni qo'yib ketaveramiz. Va 64'te bölündü. 64 bloktan birinchi bo'lib boshlaymiz. 1, 2, 3 ketdik. Ve buradan 64 blokdan qilish unchalik menga muammo tug'dirmadi. Endi esa 200 blokdan qilamiz.